Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Inspektor Chepman, yaxshimisiz? Rahmat, siz. Nima o'rgansizlar bu? Antiblik. Ha? Antiblik qoplamasi. Nima? Antiblik qoplamasi urilgan. Nega? Xohladim urishdi. Salon ichi ko'rinmaydi bunda. Ne ko'rmaydi? Ko'rinadi salonchi. Nima qiladi? Mumkin emasmi qoplama urish? Mumkin emas-ku. Xatda yozilgan. Ha? Xatda yozilgan mumkin emas. Amaldagi yo'l harakat qoidasida. Vazirlar Mahkamasining 191-sonli qarori bor. 191? 191-sonli antiblik qoplamasi agarda oq, yashil, qizil, ko'k ranglarni o'zgartirmasdan o'z aslicha ko'rsatgan bo'lsa, antiblik qoplamasiga ruxsat berilgan. Oldi labovoyga emas. Oldi labovoyga. Mana menga ko'rsating o'shani. Siz menga ko'rsating, tayyorlab turing, qayerda ta'kidlanadi. Yo'q, siz ko'rsating menga. Siz Siz bilmaysizmi qarorni? Yo'q, eshitmaganman uni. Ko'nikda bu me'yordan o'tib ketmaydimi? To'ningiz bo'lsa olib keling tekshirib. Yo'q, o'tmaydimi? Bilmayman, aka. Balki o'tadi. Tekshirib ko'ring. Aybsizlik protsessual kodeksi bo'yicha men o'zim isbotlab berishga majbur emasman. Siz uchun men Ha, ko'rsataman. bo'ldi, ko'rsating. Men eshitmayapman-da shuni, shuncha ishlab. To'xtang, men telefon qo'lingizga bering. Vazirlar Mahkamasi 04/07/2012-yildagi 191-sonli qaror. Endi mana qarang, ko'zgu effektini beruvchi, ko'zgu effektini bermaydi. Oynalar ko'zgu effektini beruvchi, bu ko'zgu effektini bermaydi. Bilasan, oynali bo'ladi. Uni tonirovkalarga mumkin ekan. Old oynalari yopishtirilgan, qoplamalar oq, sariq, qizil, yashil va ko'k ranglarda to'g'ri o'zgartirmagan holatda ko'rsatishi shart. Bu o'sha yuqorida aytgan oq, yashil, sariq, ko'k, qizil ranglarni o'zgartirmasdan o'z aslicha ko'rsatadi. Buni tonirovkaga ruxsat beriladi. Hali. Aka. Qarab oring. Yo'q, ishlayapman men. Haydavering. Hujjat tekshirmaysizmi? Yo'q, haydavering, mana qamoqqa. Aka, ko'rdingizmi mumkinligini? Ko'rdinglar, hatto GAI xodimi ham bilmaydi. Tonirovka, ya'ni antiblik qoplamasi mumkinmi, yo'qmi? Men telefondan ko'rsat. Vazirlar Mahkamasining 04/07/2012-yildagi 191-sonli qaror. Mana yozilgan. Old oynalariga yopishtirilgan qoplamalar oq, sariq, qizil, yashil, ko'k ranglari o'zgartirmasdan o'z aslicha ko'rsatgan bo'lsa, bunday qoplamalarga ruxsat beradi. Bu qaysi kitobda yozilgan? Bu qonuniy gaplashamiz qo'llanmasida yozilgan. Shuning uchun sizlarga mana shu qo'llanmani maslahat beraman. Qo'llanmani olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi botga murojaat qilishingiz mumkin. Botning nomi qonuniy gaplashamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.